Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylari obunachilari. Bugun biz Ishtixon shahri O'zbekiston mahallasiga tashrif buyurdik. Sababi musofirdagi yurtdoshlarimiz ko'pchiligi uch xonalik puli to'langan, kredit umuman yo'q Shodor Baxtiyorovich nomimizga birdan o'tkazib beriladigan notarial hujjatga ega, gaz sveti yaxshi joy, lokatsiyasi juda ham qulay joydagi domlar bormi deganlar uchun bugun aynan O'zbekiston mahallasi, ya'ni hokimiyatning orqa tomonida joylashgan ikki etajdan iborat 3 xonalik yevro remont qilingan uy joyimizda, ya'ni 3 xonalik kvartiramizda video obzorini uzatamiz. Xo'p, orqa tomonda prokuratura ko'cha, bu tomonda hokimiyat, orqa tomoni. Oldida menimcha joylari ham bo'lishi mumkin. O'ziga qarashli joylari ham bo'lishi mumkin. Quyoshga qaragan oynaga ega, teraskali, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q, dokument 100% toza. Remontlari ideal, o'sha. Bismillahirrohmanirrohim. Kiraverganimizda ko'rib turganingizdek, menimcha domofonlarga o'rnab qo'yibdi. Qo'riqlash xizmati, gaz o'tgan, svetdan muammosi yo'q, dokumenti 100% toza. Ko'rib turganingizdek, remontlarimiz ham ideal holatda, yevro remont stilida qilingan. Hamma joyi yaxshi. Bu tomonda ham oshxonasi joylashgan. Men shuni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerimiz ham mehmonxona. Mehmonxonamiz ham ko'rib turganingizdek, bemalol 10 kishi, 12 kishini bemalol bag'riga sig'dira oladi. Endi mana bu narsalar joy zaynat qilib turgan evaziga kichkina ko'rinishi mumkin, lekin realniy ko'rib videoda emas, hayotda kelib ko'rsanglar kattaroq объемga ega. Bu yerda ham oynasi bor ekan, yorug'lik bemalol tushib turibdi. Xonani ko'rib turibsizlar. Aboy qilingan. Xo'p, bu yerda bitta yotoqxonamiz joylashgan. Ko'rsatib o'tib keting bitta. Tashqariga oynasi qaragan bitta yotoqxonamiz kattalar uchun. Sanuzelimiz joylashgan mana bu yerda. Sanuzelimiz ishlaydi 100% hammasi, отоплениялari, remontlari cho'tka qilingan, suv, sovuq suv, kanalizatsiyasi ham tashqari tomonga qilingan. Bu yerimizda detskiy xona qilsa ham bo'lar ekan. Bu yerda ham отдельный bitta xona bor. Tashqariga oynasi qaragan, отдельный xona joylashtirilgan. Bu yerimiz oshxonamiz ko'rib turganingizdek, quyosh tushar ekan, bemalol supali qilingan, endi chorpiyali qilingan va bu narsalar chiqib ketgandan keyin bemalol kengishgina shu yerda o'tirib, choy ichib, ovqatlanib, pishir kuydirlari mana shu yerda bo'lar ekan. Bemalol yaxshi holatda, ideal. Hamma joyi aboy qilingan, 100% taxlangan. Qanday обычный remontda turmagan, yaxshi holatda. Narx-navomiz qanaqa Shodor Baxtiyorovich deydiganlar uchun narximiz bugungi kecha kunduzda endi o'sha davlat tomonidan topshirilgan domlarda ham o'sha kreditini 100% qoplab to'lab berilsa, plus-minus o'sha 34-35 atrofida tushasizlar baribir. O'shaning uchun 35 ming dollar deyilyapti. Endi deyiladigan summa va aytiladigan summa 35 mingdan o'tib beriladigan joy bo'lishi mumkin. O'shaning uchun srochni pastdagi nomerlarga aloqaga chiqish kerak. O'zimizda 24 soatlik aloqalik nomerimizni ham qo'yib qo'yamiz. Agar o'zlaringiz gaplashib beringlar desalaringiz, juda ham yaxshi samimiy insonlarning uyi, barokatli uy, birinchi etajda joylashgan, bemalol hokimiyat, davlat idoralari, bog'cha, litsey, maktab, kollej hammasi yaqin. Sentrimiz ham juda ham yaqin. Bozor, masjid hammasi qulay lokatsiyaga ega joyimizda joylashgan xonadonimiz. Xo'p, 3 xonalik kvartira. Ko'rib turganingizdek, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q, dokumenti 100% toza. 2 qavatlik zdaniyani o'sha birinchi etajda joylashgan. Narximizni aytib o'tdik, 35 ming, o'tib beriladigan joyi bor albatta. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, birinchi telefon qilib, birinchi olaman degan yaxshi klient bo'ladigan bo'lsa, Shodor Baxtiyorovich ukam sen uchun mayli, ancha skidka qilib beraman, o'shancha srochni aloqaga chiqqandan, birinchi aloqaga chiqqanga mana shunday xonadon nasib qilib olish imkoniyati katta. Sizlar bilan Shodor Baxtiyorovich maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi mana shunday krediti 100% to'langan, umuman bizdagi kreditga aralashtirmang deydiganlar uchun maxsus mana shu videoni tashlab qo'yasizlar.